Mana akamiz girija bilan kelibdilar. Otday turibdi. Otday turibdilar. Mana yelkada og'riq botyaptilar. Xudoga shukr, mana yaxshilar. Keyin bu akamiz kelib qoldi mana. Oyoq qarsilab ketgan dedilar, mana. Oshiqdan chiqqan. Yaxshigina ozgina. Sodiq og'riq qolsin deb kutib turibmiz. O'zlari palvon, mana aka ham oyog'im og'riydi, namozga qaytmaydi deyaptilar. Qimlating ham qaytyaptimi? Hali bir ushlab qo'yib yubordim, to'g'rimi? Hali nima qilmadim hali. Yo'q, qarang, hozir siz shu anosini oldingi holatim bilan hozirgi holatim farqi bormi shunda? Bunaqa bo'lmaydi mana. Siz aytib to'g'ri bunday qotib qoldi. Bo'ldi, shunday turaverardi. Namozda ham tikka qilardim-da, buni qiyin. Hozir bunday bo'lyapti, to'g'rimi? Mana. Hozir nasib bo'lsa bu hali bir ushladik. 5 sekundlik ish bu. Hali yana o'rtamizmi? Hali ozgina. Nasib bo'lsa. Oyoq qimlating qani? Oyoqni o'zing qimlating qani aka? Qimirlar nasib bo'lsa hozir. Qimirlab o'zi yurib chiqib ketadi. Yurolmay kirib keladilar aka. Nasib bo'lsa mana bemorlarimiz. Kimda mana shunaqa og'riq bo'lsa bemalol murojaat qilavering aka. Qiynalib narsa qilib yurmanglar. Ukol dori olib, maz surtib, maz bilan ukol dori bilan bog'lab qo'ygan bilan yaxshi bo'lmaydi. Men aka ham bog'lab qo'yib yurgan ekan 20 kun bir oy. Dedingiz bunga? Shu pastda 1 yil bo'lib qoladi. 1 yil bo'lib qolgan ekan pashti mana. Bog'lab yurganlar u kishi. Bog'lab yurmanglar, kelinglar. Bir tursa to'g'ri bo'ladi shu. Tiysa uni og'rirdi, loqillaydi. To'g'ridan tiyadi, nimadir tiyadi, loqillaydi. Endi og'rimayapti hozir qo'lingiz bilan ursangiz? Yo'q. Ha, bo'ladi, salom sizlar.